Eldor Shomurodov 2 ta gol uradi, Abbos Fayzllayev 1 ta gol uradi. 2-1. 3-0 bo'ladi. Bugun Bunyodkor stadioniga barcha O'zbekiston va Qatar terma jamoalari o'rtasidagi bahsga guvoh bo'lish uchun tashrif buyurishadi. Hozir ulardan bugungi o'yin haqidagi taxminiy fikrlarini so'raymiz. O'zbekiston va Qatar terma jamoalari o'rtasida qanday taxminiy hisob tutyapsiz? Taxminiy hisobim 3-0 O'zbekiston yutadi. Sani kuchli uradi. 4-3 bo'ladi. Kimdan gol kutyapsiz? Shomurodov, Falsharif, Fayzullayev. O'zbekiston foydasiga 4-3 o'yin bo'ladi, ochiq o'yin bo'ladi. 2-1 O'zbekiston g'alaba qozonadi. Chunki Qatardan alam qolib ketgan bu safar. Bu safar aniq g'alaba bo'ladi. Kim gol uradi deb o'ylaysiz? Shomurodov albatta. 2-1. O'zbekiston yutadi. Abbos Fayzullayev bitta uradi. Eldor Shomurodov bitta uradi. 3-0 bo'ladi. Kimlardan gol kutyapsiz? Fayzullayev, Eldor, Basharif. Qatarda va'dalar to'g'risida inshaalloh bugun. Taxminim 2-1 bo'ladi. O'zbekiston yutadi. Kimlardan gol kutyapsiz? Eldor bilan Sergeyevdan. Birini O'zbekiston yutadi. Men O'zbekiston aytadi. Otabek Shukurov uradi. Xudo xolasa taxminiy hisob bizaniki yutadi 2-0 ga. Inshaalloh O'zbekiston 2-1 hisobida g'alaba qozonadi va birinchi golni Sergeyev uradi. Sergeyev maydonga tushadi deb o'ylayman. 3-0. O'zbekiston. Taxminan 2-0. Gollarni endi Jamshid Iskanderov hamda Shomurodov ursa kerak. 1-0 O'zbekiston yutadi. Kimdan gol kutyapsiz? Abbos Fayzullayev. Bugungi o'yin bo'yicha hisob Qatarda o'chimiz bor. O'zbekistonda o'chi bor. Butun xalqda o'chi bor Qatarda. Kamida 4-0 bo'ladi-da. O'zbekiston 4-0. Chunki chempionatga chiqqanimiz uchun bayram kayfiyati, muxlislarning qo'llab-quvvatlashi, tem bo'lib o'zimiz uyimizda O'zbekistonda bo'lyapti. Xudo xolasa Qatarda ertishlatib, yig'latib jo'nata olamiz. 4-0 kamida men.